Assalomu alaykum mehribonim. Inson zoti shunday ekan. Jonidan o'tmaguncha chidayverarkan. Yiqilib tushmaguncha shifokorga bormas ekan. Hayotni qattiqroq turtkisi bo'lmaguncha vaziyatiga ko'nib chidab yashayverarkan. Balki hozir vaziyatingiz u darajada og'ir emasdir. Pulda, sog'likda va eng asosiysi munosabatlarda unchalik qiyin emasdir. Lekin siz rivojlanishingiz juda zarur. Hayotda shuning uchun kelgansiz. Rivojlanmasangiz, hayot qattiqroq turtki beradi-yu, o'rningizdan turib rivojlanishga majbur bo'lasiz. Qadrdonim, uzoq kutmang. Hozir boshlang. Og'ir sinovlar kelishini kutmang. Jozibali yo'l sirlari. Yaqinda boshlanadigan kurs. 4 oylik ajoyib bilimlar. Sizga juda qulay narxda beriladi. Sizni kursimizda kutaman. Rivojlanish hozir juda ham kerak.